Bounty shokoladini yaxshi ko'radiganlar uchun maxsus retsept. Yozi jazirama oyida qaynoq choylarni damlab, erjoningiz bilan hayot shirin tashvishlarini suhbatlashgani aynan shu shirinlikdan tayyorlang. Tayyorlanishi juda ham oson, qarab turing. Xona haroratidagi sariyog' bilan shakarni aralashtirib, ustidan tuxum, kokosli strushka, un, razr xlitsil va vanilin solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qilib olamiz. Endi xamirimizga oddiy молочный shokoladni maydalab qo'shamiz. Xohlasangiz menga o'xshab ikki xil shokoladdan foydalansangiz ham bo'ladi. Shokolad qo'shilgan xamirimizni ham aralashtirib, dumaloq ko'rinishda qo'limizda kaptokchalar yasab olamiz. Yasab olgan kaptokchalarimizni listga joylaymiz. Listga qo'yganda iloji boricha orasini uzoqroq qo'yishga harakat qiling. Tayyor pechenyelarimizni qizib turgan duxovkaga pishirgani yuboramiz. Pechenyelarimiz pishguncha yorim bilan suhbatlashgani ko'k choy damlab turaman desam, choynagim shu ahvolda. Bu choynakni ko'rgan odam qo'ling singanmi, tozalab qo'ysang bo'lmaydimi deyishi aniq. O'shaning uchun hech kim ko'rmasdan oldin tezgina bavida tozalab oldim. Bavidan yetarlicha soldim, ustidan qaynab shaqqillab turgan suvdan quydim. Shunaqa ko'pirib toshib chiqqandan keyin bitta oddiy suvda chayvarsam oppoqqina bo'lib qoldi. Shuni oldinroq qilsam bo'lmasmidi? Mayli, endi pechenyelarimiz pishib chiqdi. Qizlar, buni mazasi shunaqa zo'r, shunaqa yumshoq, mayingina bo'ladi. Yoniga issiqqina choylarni damlab maza qilib yeb olasizlar. Bilaman, sizlarga retsept yoqdi. Endi meni xursand qilib yurakchani qizartirib qo'ying.